Xonzoda поддерживающий effekt nima degani? To есть butunlay ketadimi degan narsa savolga mana javob beraman. Поддерживающий effekt bu nima degani? Mana o'sha sxema bo'yicha qildingiz, уже вообще tuklaringiz yoki umuman почти o'smay qoldi yoki o'syapti, lekin juda ham sekin o'syapti-da. Xullas aytganimdek, sxema bo'yicha qilaversangiz, birinchi bir vaqtda, ikkinchi ikki vaqtda, uchinchi uch vaqtda qilishni boshlaysiz, keyin уже sekin-sekin bir oyda bir martaga o'tasiz, keyin qilgani sari 2 oyda bir marta, 6 oyda bir martaga o'tasiz-da. Ya'ni shu уже nima? Уже 2 oyda bir oyda bir marta degan narsa bu juda ham uzoq vaqt. Ya'ni уже siz o'y sog'inib qiladigan bo'lasiz. Aytmoqchiman, поддерживающий effekt shunaqa degani. Ya'ni уже mana bir oy bugun qildingizmi, bir oydan keyin yana qilib qo'yasiz. Effekt saqlanib turishi uchun. Shu поддерживающий narsa degani qizlar. O'shaning uchun xudo xolis sxem bo'yicha erinmasdan, tashab qo'ymasdan qilsanglar, shu narsaga yetib kelasizlar. Xudo xolis bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta, keyin xudo xolisa 6 oyda bir martaga sekin-sekin o'tasizlar qizlar. O'shaning uchun iltimos erinmanglar.